Alijon, to'rdingmi bolam? Tur, men senga issiqqina choy damlab kel. Sho'rva damlab keldim. Sho'rva. Ana hozir. Achchiqina. Ana. İçib keyin ishga ketasan. Sen doim nahor ketasan-da, keyin men ertalabga kechgacha o'ylab qolamanki, bu bolam ovqat yemasan ketdi deb. Tur, qani ichshi. Ol. Ol. Qani? Ha, qani? Yaxshimi? Ma'qulmi? Shirin bo'ptimi? Ha, bo'pti. Shoshma. Sen ichib turgan, men senga choy damlab kelaman, xo'pmi? Hozir. O'zi choy damlab kelaman. Menga qara, Alijon, mana issiqlar choy damladim. Sho'rvadan keyin ichasan, xo'pmi? Ha, kayfiyating yo'q. İçmeyeceksin. Ha, keyin kelib ichasan. Mana buni ustini bunday yopib qo'yaman men, xo'pmi? Mana qara, issiqlar turadi qaytib kelganingizcha. Voy, esim qursin. Men olmalardan xabar olay. Voy, ertalardan beri olmadan xabar olganim yo'q. Zerikib turibdi u olma. Ey Xudo, qaysi xatolarim uchun sinovlaring? Qachongacha davom etadi bu? Alijon do'stim. Otamdan ayrildik do'stim. Otani qadrini o'lgandan keyin bilarkansan odam. Boshqalarga ham xabar qilay. Meni yetim deb o'ylayapsanmi? Yo'q, men yetim emasman. Tog'day o'g'lim bor meni. Bilasanmi? Tog'ni talqon qiladi o'g'lim. Unga aytsam, dabdalangni chiqaradi seni. Hali gapirasan menga. Kelasan gapirasan, ketsang gapirasan. Nima men senga? Yo, adashyapsan sen. Men yolg'iz emasman. O'g'lim bor mana. Tog'day o'g'lim bor. Sevadi meni o'g'lim. Bittimi? Yig'laganin ko'rdim men. Ezilib dardini aytdi, tingladim men. Allohim, dadamni umrlarini uzoq. Qanaqa bo'lsalar ham dadajonimni borlariga shukr. Yonimda bo'lsalar bas.